29 bab. Parvardigor mundaq deydi. Ey Yerusalim, Davud bargoh qurgan shahar, Ariel, senin halınqı vay. Senin odamların bayramlarını təbriklab, oynavesun. Amma mən Arielni bir müşkülatqa düçar qiliman. Bu shahar feryat kötürüb, nala qılsın. Mən bu yani qurbanlıq süpsi qiliman. Mən senin həmmi tərpinge bargoh qurman. Etrafınga munarlarını yasayman. Sepilınga topu dövülep hücum qiliman. Sen yıkılıp düşüp topuda yetip sözleysen. Senin sözlerin topudun aranla anınıdı. Senin avazın yer astıdın kegen cinnin avazidek anınıdı. Senin sözlerin tupraktın kegen piçirlaştek bilinidu. Amma senin düşmanların tuyuksizdin topudek tozup getidu. Senin nurgun rakiplerin şamaldaki çang tozandek yokap getidu. Bu işla intayın tuyuksiz, heşpeş digüçe yüz beridu. Kudretli serdar perverdigar, huddi güldür mamüdek, yer tevrigendek dehşetlik bir avaz bilen kilidu. Cudun çapkun, karı boran ve ulguyup köyüvatkan ot bilen kilidu. Ariel bilen uruş kılgan, onun sepilirgi hücum kılıp, xalqiga azap salgan barliq dövletler, xuddi keçidiki çüştekla gayip boludu. Aç kalgan kişiler çüşüde tamaklanğandek. Amma oyganganda yanıla aç korsak turgandek. Çanqap ketken kişiler çüşüde usuluk işkendek. Amma oyganganda yanıla ussuz, hargın kopqandek boludu. Mana bu Sion tig'iga hücum qilgan senin düşmanlarının hali. Çöçüp ketinglar, hang tang bolup qilinglar. Amaqlardek yürüveringlar. Sizlar mast, biroq sharobdan emas. Sizlar daldanlashib mang'isizlar. Amma bu şarap içkidinlardan emas. Perverdigar sizlarga qattiq uyqu berdi. Peygamberinglarning ko'zlari yumdirilib qo'yilgan. G'oyibni bilguvchilarning beshi chumkab qo'yilgan. Men sizlarga munosabatlik vahiylarning hammasini so'zlab berdim. Bu sizlar uchun pechatlangan dasturga o'xshaydi. Agar buni o'qiyalaydigan kishilarga o'qish uchun berilsa, ular biz o'qiyolmaymiz. Chunki bu dastur pechatlangan ekan, deydi. Agar buni o'qiyolmaydigan kishilarga o'qish uchun berilsa, ular biz o'qishni bilmaymiz, deydi. İgem mundaq deydi. Bu odamlar bana egizdilar, etiqat qiladi. Tilining uchidilar meni ulug'laydi. Ularning yuragi mendan yiroq. Ularning manga qilgan ibodati ularning odat qoidalaridan bo'lgan. Shu sababdan men bu xalqqa ularni cho'chitadigan favqulodda ishlarni qayta qilaman. Ularning aqllari aqlsiz bo'lib qoladi. Ularning farosatli kishilari farosatsiz bo'lib qoladi. O'zlarining planini Parvardigordan yoshirishga uringanlarning holiga voy. Ular o'z ishlarini qorong'uda yoshirincha qiladi va o'ylaydi. Bizni kim ko'rdi? Bizning nima qilayotganligimizni kim biladi? Sizlar ahmaq. Sizlar hech nimani tushunmaysizlar. Kulolchi bilan loy
teng o'rinda turamdı. Narsalar o'zini u meni yasimıgan demdi. Sapal qochiq kulolchini u hech nimani tushunmaydi demdi. Qisqa vaqt ichida Livan munbat bir zeminga aylandi. Bu munbat zemin o'rmonlikqa aylanadi. Shu chaqda g'os odamlar dasturlardan o'qilgan so'zlarni anglaydi. Qarang'u zulmatdagi amalar ko'rdi. Parvardigorning qilganlaridan ojizlar qaytadan xushalliqqa cho'midi. Yo'qsullar İsraillarni tanlagan muqaddas Xudodan shotlanadi. Zolimlar yo'qiladi. Mazaq qilg'uvchilar vayron bo'ladi. Yomonlikqa erismanlarning hammasi tugishidi. Bular kishilarga o'zining yolg'on guvohligi bilan ziyonkashlik qilg'uvchilardir. Bular hukm chiqarg'uvchilarni aldab, xato hukm chiqarg'uvchilardir. Yolg'on so'zlab, gunohsiz kishilarga adolatsizlik qilg'uvchilardir. İbrahimni qutqizib olgan Parvardigor Yoqub avlodlari to'g'risida mundaq deydi. Ular endi nomus qilib o'tirmaydi. Ularning endi yuzi to'kilmaydi. Chunki ular o'z avlodlarini va ularning orasida mening qilgan ishlarimni ko'rsa, mening nomimga hurmat keltirdi. Ular Yoqubni tanlagan men muqaddas Xudoga hurmat yog'dirdi. Ular İsraillarni tanlagan men Xudoni cho'nqur hurmat qildi. Yo'ldan ozg'anlar haqiqatni tushunadi. Og'ring'uchilar ta'limni anglaydigan bo'ladi.